Kelopli videoni so'rmaysizlar, buni qaranglar, yangiligi. Shuncha tovar kelgan, muncha ko'p tovar olib keldingiz bugun. Bepul bo'ladi Sherzod aka, bu maqtash emas, videoni oxirigacha polni yangi tovarlarimiz qarang. Bepul berasizmi? Ko'ryapsizlar? 2000 lik narsa ishlaydi. Toza joydan uring. Mana toza ko'rib olinglar mana yana. Mana Ruboy odamga bu qatirishi mumkin. mana 2,5 mingligi. Sherzod aka men mana suvga soldik. Ko'ryapsizmi shu qo'yotganini? 2500 rubl, 2300 ga bolgarkamiz, 4000 ga bolgarka garantiyasi bilan, 2600 ga polirovочный pol nasatkalar, polirovочный mashinkamiz, 2500 ga mini bolgarkamiz, sabilni pila 2500, 4000 rubl polni komplekt, mikserlarimiz kelgan 2500 garantiyasi ham bor. Siz kanalingizga 30 ming qo'yganmiz, 27 ming qo'yamiz. Cho'q, mana ko'ryapsizlar. Bu 3000 rubl. Xaladiniki ham ishlatamiz? Bitta xaladinlik ishlatadi bu. Mana keyin oyoq bilan 3200 mana shu makitda qo'yganmiz buni. Bu ham tugadi, kecha yana bundan ham. Kelopli videoni so'rmaysizlar, buni qaranglar, yangiligi. Shuncha tovar kelgan, muncha ko'p tovar olib keldingiz bugun. Bepul bo'ladi Sherzod aka, bu maqtash emas, videoni oxirigacha polni yangi tovarlarimiz qarang. Bepul berasizmi? Bepul beramiz ha. Ko'rsin video bepul narx bo'lib qoladi. Qani ketdik bo'lmasa. Arzon narxda bo'ladi. Bu nima o'zi? 1000 dona shurpayot, har xil narsa, bir 10 xil tovar kelgan. Mana haligi shurpayotimiz 2000 lik tugadi, yana olib keldik. Bu polni yangi tovar. E'tibor berasiz mana qarang. Har xil mana. Mana shunday katta sabilni pila qarang mana 4000 ga, 2500 ga. Mana polirovочный polni mashina polirovka hamma nasatkasi bilan 2500 rublga mana shunday. Mana 2300 rublga bolgarkani qarang. Ikkita katta batareykada e'tibor bering. Samma glavni shurpayot endi. 2000 ligi ham bor ekan-a? 2000 bular farqi yo'q. Nabor bilan buni kачествосini Shu ishlaydimi 2000 ligi? Ishlaydi. 6 oy garantiyasi ham bor. 6 oy garantiyasi ham bor. Beroq keling. Buni sinab ko'ramiz. 2000 lik mana biri 2500, biri 2000. Suv o'zingizga chaqiraman. Ha, qaranglar. Bosing. Ana suv chaq. Nazorat qiling, ha. Ko'rsating. Endi bitta ishonmagan aka-ukalarga Sherzod aka mana qarang. Ko'ryapsizmi mana polnosti suvga. Mana polnosti mana. Buni bundoq qilsak-chi, Mijo? Yerga tashlab yuborsak ham ko'taradimi? Uring. Qattiqroq uring, qattiqroq. Men bilaman. Qaranglar. Uring. Qattiqroq uring aka odamlar u. Endi qanum kelyapti shu narsaga. Uring aka. Bore ana. Uring. Yana endi ishlatib ko'ring. Ishlayaptimi yo'qmi? Qani ishlatib ko'ramiz. Akalar qaranglar. Ana endi qatirib ko'rsating, xohlasangiz. Mana busi-chi? Bunisi mix qoqadiganmi? Uring shu normal uring, mix ham qoqadi. Qaranglar, nechilik. Ko'ryapsizlar? 2000 lik narsa ishlaydi. Toza joydan uring. Mana toza ko'rib olinglar mana yana. Mana bundaqa usta emasda mana. Bosim, bemalol. Ruboy odamga bu qatirishi mumkin, maqtashimiz. Mana qo'ling. Mana 2,5 ligi. Sherzod aka, men shuni bir qattiq urib ko'rsatay, siz qo'rqyapsiz-da. Ko'rdilaringmi? Xalq ko'rsin, bir qarang, mana bir xalq ko'rsin, qarang. Ko'ryapsizmi? Ishlaydimi shuncha uryapsiz, ey? Mana ko'rdingizmi qanday? Kameraga tushdimi, yo'qmi? Kameraga tushdimi akalar? Mana. Qarang, yana bitta doказательство mana. Suvga soldik, qarang. Ko'ryapsizmi shu qo'yot qanday bo'lib ketyapti? Urmaysiz-da, bir qo'rqib urmaysiz. Endi mana shu narsani o'l qilmaylikmi, sinib qolsin. Mana ishlayapti, ko'ryapsizlar. Mana yana bir qo'q ko'rsatishim mumkin mana. Ko'rdilaringmi? Ko'ryapsiz, kачествоni ko'rdingiz. Mana 2000 ligi. Bunisi ham ishlaydi. Tepadan qilib aylanib mana. Buni sotmaymiz lekin ko'p kommentariyada sotilmaydi bunisi. Suvga solingan sotilmaydi. Akalar qarang, mana 2000 lik, 2,5 lik mana ko'rib turibsizlar. Hamma komplekt ko'rib turganlaringiz, bunisi 2000, mana busi 2,5 rubl. Bizda yana nimalar yangilik? Qarang, yana yangilik mana shu ham suvga ishlaydi mana. Bu nima bolgarka? Bolgarka ham ishlaydi mana. Mana qarang mana. Ko'ryapsiz? 2300 rublga ikkita akkumulyator batareykasini ham bermaydi Sherzod aka mana. Ko'ryapsizmi? Akalar o'zlarini ko'rib turibsizlar. Mana Resalta deydimiz, svarkalar mana, benzopilalar kelgan, yangi trimerlar kelgan. Mana buni 195 santamiz 7000, 165,5 ming rubl. Mana beshga ishlayotgan mana pol avtomat svarkalarimiz. Polni svarkalar assortimenti ko'ryapsiz, oldinda bo'lmagan. Mana bularimiz ham polni yangi kelgan. Lazer 25 xil lazerlar bor. Mana korobkalarda nima bor, Mijo? Shurpayort. Mana shu hammasi. Keling bunday qilamiz. Shu ko'plar kelib turib, tugab qoldim, mana kачествоni ko'rsatdik-ku. Ha. Bugun chizla necha? Bugun 16. Bugun 16. 20. Qarang, bir hafta 6 kunlik aksiya bo'ladi. Shurpayot 2000 rubldan hozir ko'rsatdik-ku, 2000 rubldan tugab ketadi lekin realni ko'ryapsiz. Yana olib kelasizmi tugab ketsa?
harakat qilamiz. Bu narx bo'lishiga va'da bermaymiz, lekin mana shu narx, mana shu 1000 tani, xudo xolasa 6 kunlik aksiya bo'ladi. Kimga nasib qilgan oladi mana shu kачествоni, realni. Akalar bola shoshilinglar, tanish bilishlaringga tashlab qo'yinglar. 2 minglik narsa suv ichida ishlayapti. Uryapmiz yerga, ko'rib turibsizlar. Xohlasalaring o'zlaring kelinglar, qo'llaring bilan urib ko'rib suvga tiqib kiyim olib ketinglar. Bu yerda bitta narsada har safar ochib qo'yardik-ku. Odamlar o'tmay qolgan, qaytarib chiqarib qo'yib, mana shuni ochmadik spesialni. Ha, ko'zini oldida ochib beradi. Ko'zini oldida mana korobkalarda turibdi mana. Bu bo'y narsalar mana shu shurpa-yurtlar o'ylamasin o'tmay qolgandan reklama qilib Sherzodni o'zingiz bilasiz, o'zimizda haligi magazinda yana shurpa-yurtdan tashqari nima bor? hamma narsa bor Sherzod aka mana. Bu kimdir o'ylamasin yana 2 minglik shurpa-yurt mana. Ko'ryapsiz, kichkina. Bu qancha? 10 ming, 10 ming. Bu nimaga 10 ming? Bu chunki kачестволigi serozli ustakalarimiz bor-ku, normalniy shurpa-yurt bormi deydi. Buni 5 ta nasatkasi bor. Mana misol uchun 10.500 rublga bor. Ko'p qimmat narsalar ham Luboy xil kimga qanday kerak bo'lsa hamma kачество topib beraman. Keyin yangi naborlar kelgan. Mana Baqa kelinglar akalar opalar. firmani servisni variant naborlarimiz kelgan. E'tibor beramiz, qarang. 9000, 7,5 mingga polni garantiyalik servisga mana shu naborlar kelgan. Bular chista original, to'g'rimi? Chista Xitoy tozasi. Tozasi. Kачество. Ular ham Xitoymi, arzonlari ham? Ular ham Xitoy, hammasi Xitoy. Просто качество borda, mana bu servisni variant mana bu polni. Bemalol usta akalarimiz olaveradi. Bemalol usta akalarimiz olaveradi. Mana generatorlar keyin, generator. Hamma variant. Yana nimadir skidka qiling. Patsiklarim uchun. Nima skidka qiling? Mana hamma narsa mana. Powerbanklarni qaranglar mana. Bemalol televizor, xolodilnikingizgacha ishlataveradi. Oxirida siz kanalingizga 31 ming, 30 ming qo'yganmiz, 27 ming qo'yamiz. To'g'ri. Mana ko'ryapsizlar. Bu 3 ming rubl. xolodilnik ham ishlatamizmi? Bitta xolodilnik ishlatadi-da, bu 1200 vatt beradi. Bolgarka ishlatadi misol uchun. Bolgarkalar ishlataveradi. Bemalol ishlatadi, elektropila ishlatadi. 24 soatga bir televizor, ikkita lampochka yetadi 24 soat. O'chirmasa. Ishdilaring. 27. Mana bular nima bu? Tifalmi? 3000 rubl skidka qo'yamiz. Bu Tifal. Ha, o'sha safar reklama qilib tugab ketdi. Ayollarimiz uchun qaranglar. Metrovka, gushanchaydigan tuklik. O'zi bizni kanalga o'tsa Sherzod aka, realni mana bu даже tugab ketganigacha qo'yib, korotka video kamera qo'yib har kungini. Akalar, Umid usta deb yozsalaring YouTube'ga chiqadi. Instagramda nima? Instagramda ham Umid usta. Instagramda ham, YouTube'da ham Umid usta deb yozsalaring, Umid ustaning kanalida hamma narsa bor, narxi bilan. Stabilizatorlar ham hamma variant keldi. 10 kilovat, 15 kilovat tok ko'paytirib bir xil ushlab turadigan 45 dan ko'taradi. 25 ming, 30 ming, 30 mingligi 20 kilovat, 15. Bu necha kilovatdan ko'taradi? 45 vattdan ko'taradi. Akalar qaranglar, 45 vattdan keladigan tok past tok kelsa 220 ga beradi. 45 kilovat tokka. 220 ga beradi, to'g'rimi? Ha, 220 qilib tochdan ushlab turadi. 45 gacha haligi pomidor bo'lib yonib qolsa ham ko'paytirib beradi-da. Qaranglar, metrovkalarimiz turli tumani. Akalarimiz shkaturka qilaman degan akalarimizga mashinalari kelgan. Ko'rib turibsizlar. Dastavkamiz bor Sherzod aka. Dastavka qayerga bu? Dastavka Rossiya platno, Rossiya bo'ylab. Mana Luboy xil boshqa xil naborlar ham Luboy xildan bor. Bitta arzonlari bor ekan-ku bular. Arzonlari bor. Mana bular o'sha 2000 mana ular ham mana bundan reklama qilgandik. Tugab mana bundan olib kelib qo'ydik, o'ylamasin yana. Shu 2000ligi men ishlatyapman dedim. Normalmi? Yo, bu ko'p urmaydi deysiz. U kuchingiz yetmasa turba qo'yib burasangiz bular o'tib ketadi. O'tib ketadi. Kuchi yetmadimi, значит bu uy sharoitiga. Bu yengil mashinalar uchun ekanda, kichkinaga kelar uchun uy sharoitiga что chotka bu, mana servisni variantisi ular qimmat. Mana 9300. Lazerlar qancha? Lazerlar bu qimmat. Bu 5,5 ming lazerlar mana aksiya qilib qo'yganmiz. Qaysi bir aksiya bo'lyapti? 3 xil, 4 xil mana qarang. 3000 katta batareyada 6 oy garantiyasi bor. 3000 mana keyin oyoq bilan 3200 mana shu makitda qo'yganmiz buni. Bu ham tugadi, kecha yana bundan ham kelgan. 200 rubl evaziga oyoq, to'g'rimi? Mana qaranglar, oyog'ini moshina, mana oyoqchalari hamma original. Buni ham 6 oy garantiyasi bor. Nima deydi akalarda? Vaqtnomangiz, dastavkamiz bor. Telefon nomeri qoldiramiz. Tojikistonga dastavkamiz bor. Qo'ldan kelgancha mana shu yana bitta narsani o'zingiz ayting. Mana shu aytilgan narxlar bo'ladi. 10 ta oldim, 4 kishi bo'lib biz 4 ta oldik, yana skidka. Akalar opalar eng arzon narxda o'zi. Agarki bularni ham ichida 9 kishi ishlaydi, ishchisi bor, arenda beradi, bularni ham bola chaqasi bor, shu foyda qilib o'ylanib yurg'izaydi deb ochganda, kelasizlar mana shu narsani o'zi 3000 ga olgan, 2800 ga, 200 rubl qo'yib 3000 ga sotyapti-da. Bir xillar kelib turib 2000 ga berib turib oladi. Magazinchilarning to'g'ri tushuninglar. 200 rubl deydi-da bizga, xafa bo'ladi. 200 rubl tushunmaysanmi? O'zi 200 rubl qo'yasiz. Shunday qilganmiz, harakat qilib bitta sotmaylik. Mana misol uchun 1000 talab olib kelib, xalq ham foydalansin, biz ham foydalanaylik. Maqsad bitta sotish emas. 1000 ta ko'proq olib kelib hamma odamlarga og'ir tushmasin. Maqsad shu. Misol uchun sizga haligi Sherzod aka sizga 2000 bo'lib, подписчикларga 3200 unaqa narsa yo'q bizda. Siz olsangiz ham 3200 rublda misol uchun. Akalar opalar, bularni ham to'g'ri tushuninglar. Xohlaylar boshqa joydan, hamma joydan ko'rib kelinglar. Agar arzon bo'lsa, shu magazinda arzon topsalaring, olinglar. Lekin bu magazinda arzonni topa olmaysizlar. Даже Valversda ham bu darajada arzon emas. Lekin Valversga prosent to'laydi, to'g'rimi? 27%. 27% nalog to'laydi.
Uni hamma bilmaydi. Buni hech kim tushunmaydi. Shot- Bundan ham 2000 ga Valbersda ham yo'q даже. Rasmda shuni qo'yadi, shotishni просто ichi tuta puflab o'ziga zakaz qilib, bu boshqa narsa, u boshqa. Uni tushunmaydi baribir uni. Bitta olsalaring soatlab buzilib gapirsak qolsa, bo'ladi. sizlarga garantiya beradi. Olib kelsalaring qaytarib bo'ladi. Valbers qaytarib olmaydi 3 kundan keyin buzib yuborsalaring. Mana garantiya hamma narsa. 100%. Xohlagan narsalar mana qanday lampochkalarimiz ham bor даже buni. Ko'rib turganlaringdek любой projektorlarimiz, balgarka, mana qanday narsalarimiz, xullas bu magazinda yo'q narsani o'zi yo'q. Usta akalarimiz uchun любой narsa topiladi. Yo'q narsa yo'q, lobzik deysizmi? Xullas hamma narsa mana qanday kompressor kraska sepadiganlarimiz, yangisi mana yangisi kelgan. Paqirga kraskani ichiga botirib qo'yasiz buni, tortib bemalol sepaveradi. Usta akalarimiz kraska sepadigan akalarimiz o'zi yaxshi biladi buni. Ko'rib turgan akalar, ko'rib turibsizlar akalar opalar, hammalaringga biz rahmat aytamiz. Umid sizga ham kattakon rahmat. Hammaga rahmat. Nima deyman, misoliga negativchilarga ham hammaga rahmat. Dislikedan bositiring. Akalar bular shu videomizni Moskvada, Rossiyada yurgan tanish bilishlaringga tashab qo'yinglar. Shoshilinglar, mana bu aksiyamiz tugab qolishi mumkin. 2000 rubldan hech joyda yo'q. Topsalaring kommentariyaga yozinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.